Qadimgi arablarda bir odat bor ekan. Zotdor va xasaki otlar aralashib ketsa, ularni ajrata olmasa, hamma otlarni bir joyga yig'ib och qoldirishar ekan. Ovqat bermasdan rosa savalashar ekan. Ko'p o'tmay ularga yem berar ekan. Ovqatga darrov yopishgan otlar xasaki otlar bo'lar ekan. Zotdor otlar kaltak yegani uchun arazlab ovqatga qaramasdan nari turar ekan. Arzimagan ovqatga aldanib chopgan otlarni xasaki otlar hisoblashib ularni qushxonaga topshirar ekan.